Beeline Dildora, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Eshitaman. Menga o'tgan kuni SMS keldi-da. Anaqa selyapasini anaqa o'sha yomg'ir yog'adi debdi. Nima yog'madi? Ne aldi ostida bizlar. Hurmatli mijoz, ob-havoni Gidromit Center etadi. O'zbekiston Respublikasi zakoni bo'yicha bizga Gidromit Center qanaqa ma'lumot berayotgan bo'lsa, biz shunaqa ma'lumot sizlarga yuborishimiz shart. Ne bizdan aldi ostida? Biz yosh bolamiz. Hurmatli mijoz, agar sizga bu narsa yoqmagan bo'lsa, bemalol prezidentimizning oldiga borib, aniq qilishingiz mumkin. Yo, sizlar yuboryapsizlar, Beeline'dan keldi. Agar o'qishni bilsangiz, o'ta yozilgan. O'z Gidromit Center, e'tiborda va Gidromit Center va NCS deb yozilgan. Biz просто связь предоставлять qilyapmiz. Anaqa keyin pul o'tkazish bor ekan-ku. Yes? Pul anaqadan anaqaga, telefondan telefonga pul o'tkazish. Telefondan telefonga nima qilish? Pul o'tkazish bor-ku. O'sha xizmat ishlamayapti. Keyingi yil, kechirasiz 4-avgustga qadar, chunki yangilanmoqda. Yana bormi savollaringiz? Siz anaqa siz tashlab yubora qoling, shu yerga miysa. Men afsus shunaqa xizmat ko'rsata olmayman. Mijozlarga xizmat ko'rsatish kerak-ku, biz ham mijozmiz. Bizga mijoz ko'rsatyapmiz, lekin men bu yerda nimaga o'tiraman, men sizlarni deb, sizlar menga telefon qilasizlar, men pul ishlayapman unga, lekin men sizga o'zim ishlab olgan pulimni berishga emasman. Iltimos, tashlab qoling. Hurmatli mijoz, men bu savolingizga javob berdim, boring, ishlang stroykaga pul olasiz o'sha yerda. Bolalarda savol bor ekan yana, maylimi? Eshitaman. Alo. Eshitaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nazokatman muomala. Hurmatli mijoz, agar hazillashadigan bo'lsangiz, hozir men bemalol sizni militsiyaga berishga haqqim bor. O'shanga agar savollaringiz bo'lsa, militsiya aralashtirmay, ani ishga olamiz deyshudi, operatorlik, o'shani so'ramoqchi edim. Hurmatli mijoz, 0394-0 raqamiga qo'ng'iroq qiling, agar to'g'ri kelsangiz, unda sizni olishadi. To'xtaman, bosh savol bor. Anaqa biza, alo. Eshitaman. Biza imtihon deydi-da, savollar javob, shuni shpargal kerak, bera olmaysizlarmi? Hurmatli mijoz, men siz bilan yaxshi gaplashishga harakat qildim. O'zingiz meni vынуждать qilyapsiz. Men hozir sizga SMS yozaman, biz sizni militsiyaga berishimiz haqida. Qo'ng'iroqchi rahmat, salomat bo'ling.